Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, aziz vatandoshlar. Mana inshaalloh navbatdagi darvozamizni ham o'rnatib bo'ldik. Bu darvozamizni Farg'ona viloyati Cho'g'ri tumani Yopga o'rnatdik. Razmerlari haqida sizlarga qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz, narx-navosi bilan. Bu darvozamiz qayta yuztagi darvozamiz, girdalari bilan bo'ldi, naliklari bor. 35 santidan yonida nalichkasi bor. O'zini razmeri darvozamizniki 3,5 metr, balandligi 3,42 razmerda bo'ldi. Qanday holatlari? Shu gullarimiz archa gul bo'ldi. Hiç şakalat kadar şey yok. Şakalat var. O'rtalariga shu qora nejevkalargacha qo'yilgan. Zamoylari shu zubir zamok. Darvozaga moslab rangini qora qilib berdik. Orqa holatlari orqa tomondan ko'rinishi 2 qavatli variantda bo'lsa, shu holatda bo'ladi. Shu 4 yoniga qozoqlargacha qoqilgan. Ushbu darvozamiz materiallari listlari 2 listda bo'ldi. 1 metr kvadratini 1,3 million so'mga o'rnatib berdik. Xo'sh, yonida отдельный eshik ham bor. Jami summasi 26,800,000 pul bo'ldi, 1,3 million so'm. Ekrandagi nomerli telefon orqali ma'lumotlar berib o'tamiz. Kanaldan yangi bo'lganlar o'ng tomondagi podpiska tugmasini bosib qo'yishni unutmaysizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.